Assalomu alaykum xavotirchilar. Bugun bizda to'rga-to'r yaxshi o'yin bor edi, shuni bir sharhlab beramiz. Piko Savron Piko. Qaysi birida? Admin Bruh Oppo Gaga Alpha namoyish. Ko'ramiz. Yangi o'yin. Demak. Resident Gulder'da Piko Mordor'da Alpha Media Mordor, ikkita Mordor bo'ldi. Misty Mountain Bruh nima bu? Oppo Misty Mountain'da Bruh Erebor'da Gaga har doimgidek Gondor'da Admin Erebor Danatram Erebor. Bu Ereborlar jangini ko'ramiz. Ryzen Gulder'da to'rga-to'r. Mana ko'ramiz. O'yinchilar resurs qo'shishdan boshladi. Demak, kategoriyalari Grup A, Oppo A kategoriyada, Alpha Media C kategoriyada, Gagarinlik C plusida, Adminni ham C plus yoki D ga ko'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Donator D, Ryzen D, Pico ham D. Demak, ikkita A ga, ikkita D, 3 ta D почти. Pikes from Mordor. 4 ta D ekan. Demak, Piko Doktor Resursiga hujumga o'tyapti. Admin ham hujumga o'tib ketdi. Gagaga qarshi. Former pikeman. Oppo hali resurs bilan ovora. Resurs ko'ryapti hali. Demak, Piko hujumga o'tdi birinchi bo'lib. Bu yerda admin hujum boshladi. Gagaga qarshi, Piko Alpha Mediaga qarshi hujum boshladi. Demak, Bruh qo'shin chiqarish boshlagan. Oppo himoyalanyapti. Qo'shin chiqarib. Piko Nazgulda hujumga o'tdi.
Nazgullar juda kuchsiz bo'ladi. Oqqochdi o'z vaqtida. Demak, Popo Alfa Mediani himoya qilyapti. Donator eraborda juda ham kuchli o'ynaydi, lekin randomda erabor tushib beribdi. Ready for the front. Yaxshi. Demak, Popo Ryzenni resurslariga hujumga o'tdi. Bu yoqda admin bilan Gaga qattiq jang qilyapti ekan. E'tibordan chetda qolib ketibdi. Piko Nazgullarni rubinini oshiryapti hozir. Faqat resursga hujum qilyapti. Bugun yana Tonka bazm qiladimi deyman. Tonkalarni chiqarib hujumga o'tyapti. Alfa Mediaga qarab, bu yerda Donator hujumga o'tyapti. Donator hujum boshladi. Ryzen taka qo'shin yig'yapti. Bu yerda Popoga qarshi Piko. Alfa Media 2-1 jang qilyapti hozir Pikoning geroylari bu yerda Nazgullar o'yinni oshiryapti. Jangga Donator ham qo'shilyapti. Donator hujum qilyapti hozir. Popo bilan Alfa Mediaga qarshi. Popo sila ishlatyapti. Askarlarga qarshi. Tak, qarama-qarshi hujum. Alfa Media Pikoni bazasiga qarama-qarshi hujum qilyapti. Buni hali menimcha Piko sezgani yo'q. Pikoni himoyada bitta guruh askari bor ekan. Ular to'g'ri Towersga qarab hujum qildi. Alfa Media Towersga qarab hujum qildi. To'g'ri. Towers uradimi? Towers urib qo'yadi menimcha. Tak. Gaga bilan admin birga bir urushyapti hozircha. Ruh qo'shinini orqaga qaytardi. Menimcha Gagaga yordamga boradi. Yo'q, bormadi. Bu yerda Ryzen Alfa Mediaga qarab kirib boryapti. Ryzenni Alfa Media bilan Popo to'xtata olmayapti hozir. 2-1 jang qilyapti. Demak, Pikoni Towersni urishdi. Alfa Media urdi 1-1. Himoyaga askarlar yetib kelgan. Pikoni Bruh hujumga o'tdi bu yoqda. Kimga? Bruh adminga qarab hujumga o'tdi menimcha. Towersga qarab ketyapti. Qo'shinni to'g'ri Towersga qarab olib ketyapti. Demak, Pikoni bu yerda Donator yordamga yetib keldi Pikoga. Tak. Ryzen qaytardi geroylarini. Ryzen qo'shinini orqaga qaytardi. Piko Donator bilan hujumni bartaraf qildi. Xo'p, bu yoqda Bruh adminga tikka kirib boryapti. Towersiga qarab. Admin qaytadimi orqaga? Yo'q, admin hali xabari yo'q. Endi xabar topdi. Bruh adminga hujumga o'tdi Towersiga qarab. Donator bilan Ryzen adminga yordamga kelyapti.
Nazgul o'lib qoldi. Nekromen. Nekroni ham urishdi. Guruh yaxshi hujum qilyapti hozir. Qaytarish olmayapti. 2ga 1 guruh olib ketdi. Alfa Media yordamga kelyapti bu yoqda. Mordor askarlari bilan birga Piko hujumga o'tdi. Piko Alfa Mediaga qarab hujumga o'tdi. Alfa Mediani Oppo himoya qilyapti. Bu yerda Gaga bilan admin qattiq jang qilishyapti lekin. Demak, hujum bartaraf qilindi. Admin Towers qoldi. Donator bilan Ryzen hujumni bartaraf qildi. Bu yoqda Alfa Mediani qo'shini yo'q bo'lib ketdi. Alfa Media o'zini himoyalayapti Pikodan. Piko hujumda. Va ular askarlarini, Pikoning askarlarini yengib, Oppo bilan Alfa Media Pikoga hujumga o'tyapti. Ryzen yordamga kelyapti. Donator ham yordamga kelyapti. Bu yerda 3-2 jang ketyapti. Guruh qayerda? Guruh qo'shinlari yengilgandi hozir hujumda. Piko Towers jang qilyapti hozir. Admin ham Towers jang qilyapti. Admin bu yoqda qo'shinlarning Gaga yengib o'tyapti. Gaga qo'shinini maydalab tashladi admin. Yo'q. Gaga chekindi. Gaga chekindi orqaroqqa. Bu yoqda Piko, Ryzen, Donator Oppo'ga qarshi. Alfa Mediani qo'shini yo'q bo'lib ketibdi. Alfa Media chekinyapti, ozgina qo'shinni, u qo'shini birinchi babi yo'q ketsa kerak. Hozir Ryzen bilan Donator hujumga o'tdi. Donator qaytardi qo'shinini orqaga. Ryzen bir o'zi hujumga o'tdi. Bu yoqda Oppo yordamga keldi. Oppo yana chekindi. Ryzen hujumda. Donator yordamga keldi. Demak, bu yerda Piko, Donator, Ryzen, Oppo bilan Alfa Mediaga qarshi jang qilyapti. Alfa Mediani bazasiga kirib boryapti asta-sekin. Bu yerda Gaga bilan admin qattiq jang qilishyapti. Kuchlar teng hozircha. Bir-birini ayamasdan kirishyapti hozir. Demak, Piko Towers qurdi. Pikoga menimcha donat qilishgan bo'lsa kerak sheriklari, lekin hali admin Towers jang qilyapti. Hilalarsiz urushyapti, shuni ham yengilyapti menimcha. Xo'p, Ryzen bilan Donator Alfa Mediani bazasiga kirib boryapti. Qattiq jang ketyapti lekin bu yoqda. Ryzen, Donator, Piko hujum qilmayapti. Pikoni faqat to'nkalari borib jang qilyapti. Demak, Donator orqaga chekindi. Piko ham chekindi orqaga. Ryzen ham chekindi. Guruh yordamga yetib kelgan ekan bu yerda. Bu yoqda nima bo'lyapti? Gondor bilan Yerabor hali jang qilyapti. Ya kechirasizlar. Gaga bilan admin hali ham jang qilyapti. Oppo bu yoqda chekinayotgan askarlarni qilish bilan ovora. Donator. Ryzen hujumga o'tyapti asta, yo'q. Qayt chekinishdi. Qo'shin yig'ish uchun chekindi ikkala tomon ham. Bu yerda Gaga adminni ancha mazasi qochib qo'yibdi. Gaga adminga hujumga o'tdi. Resurslarni urib chiqyapti bitta. Adminga kim yordamga keladi adminga? Negadir adminni esdan chiqarib qo'yishdi. Kuch bu yoqda qattiq jang ketyapti. Tak, bu yoqda Guruh bilan Oppo Pikoga qarshi hujumga o'tdi. Donator orqadan qarshi hujumga uyushtiryapti. Tak,
Piko qo'shinni chekittiryapti. Ryzen yordamga yetib keldi bu yoqda. 2 ga 3. Alfa Media hujumga o'tdi. 3 ga 3 qattiq jang ketyapti o'rtada. Wait for the front line. Alfa Media yana Towersga qarab hujum qildi. Bu yoqda Erebors. Donator Oppo'ni Geroga qarshi urishyapti. Ryzen Brook qo'shinini yengdi. Ryzen Brook qo'shinini yengyapti. Demak, Oppo ortga chekindi. Alfa Media Towers urib qo'yadi hozir. Yo'q, ura olmadi. Piko kimni quvlab ketdi hozir? Yo'q, Piko qarshi hujumga o'tib ketdi. Qarshi hujumga qarab o'tib ketyapti Piko. Demak, Tower saqlanib qoldi. Bu yerda Ryzen hujumda. Donator chekingan orqaga. Bu yerda Gaga chap tomondan kirib kelyapti. Adminni asta-asta yo'q qilib kelyapti. Adminga kim yordamga boradi? You just leave it behind. Buruq qo'shinini chekirtirdi o'zini bazasiga. Bu yoqda Ryzen hujumga o'tmoqchi. Ryzen Alfa Mediaga hujumga o'tyaptimi? Yo'q, qaytardi. Piko resurslarni urgan. Ha, mana. Donator adminga yordamga ketdi. Demak, admin bilan Donator Gagaga qarshi. Gaga qo'shinni boshlab kelyapti bu yoqda. Piko soqqani qo'yapti. Gaga chekindi, 2 ga 1 chiqish xohlamadi. 3 ga 1. Bu yoqda Ryzen ham hujumga o'tib ketyapti orqasidan. Adminga yordamga borishdi o'z vaqtida. Sal qolganda menimcha adminni o'yindan chiqarib yuborishardi. Tak, admin Towersni Ryzenni bazasiga olib kelib quryapti. Yaxshi, o'zini o'zi himoyalayapti bu. Gagani bir o'zi qolib ketyapti bu yoqda. Gagaga qarshi 3 ta qo'shin kelyapti. Ryzen, admin, Donator. Gagaga qarshi hujumga o'tdi. Bu yoqda Brook qarshi hujumga o'tmoqchi hozir. Himoyasi qolgan bazaga qarab hujum qiladi menimcha. Oppo hujumga o'tyapti Pikoga qarshi. Oppo katta qo'shin bilan kelyapti. Piko chekindi orqaga. Bu yoqda Alfa Media yana hujumga o'tyapti. Elita askarlar chiqargan Alfa Media. Piko 2 ga 1 qoldi. Bu yoqda kim qaytadi? Ryzen Gondorga hujumga o'tdi. Gagaga hujumga o'tdi Ryzen. Donator bazasini himoya qilyapti. Oppo bilan Donator bir-biriga qarshi jang qilyapti. Bu yoqda Piko biroz qolib ketgan. Pikoga qarshi Oppo bilan Alfa Media. Opponi chiqarib yuboradimi? Opponi o'yindan chiqarib yuboradi menimcha. Towersni buzdi chunki. Bo'ldi, buzadi. Towersni aniq buzdi. Piko o'zini himoyalab Ryzenni bazasiga armiya qurib qo'ygan. Tak, Ryzen Gagaga qarshi urushyapti bu yoqda. Hujumga o'tgan. Shu janglar bilan, filalar bilan urushyapti. Gaga o'zini yaxshi himoyalayapti. Ryzen qaytdi orqaga. Ryzen chekindi orqaga. Bu yerda Pikoni Oppo bilan Alfa Media bazasini yakson qilib tashladi. Hamma resurslariga ham o'tkazayapti. Lekin hali Piko o'yinda. Piko bittagina
armiyasi bilan saqlanib turibdi hozir. Demak, Alfa Media bilan Oppo Ryzen'ni bazasiga kirib kelyapti. Ryzen orqaga qaytyapti. Bu yerda adminni bir o'zi qolib ketgan. Faqat resurs qurish bilan ovora. Bu yerda donator yordamga yetib keldi Ryzenga. Ryzenga qarshi Oppo bilan Alfa Media. Oppo chekindi orqaga. Alfa Media qo'shini sekin tormor bo'lyapti bu yerda. Tak, Ryzen geroylarini olib kelyapti o'zini bazasiga. Alfa Media xavfni bartaraf qildi hozir. Kechirasizlar. Donator xavfni bartaraf qildi. Alfa Media'ning qo'shinini qaytardi orqaga. Chekinishdi ular. Oppo qo'shin yig'yapti bu yerda. Demak, Gaga bu yoqda fursatdan foydalanib qo'shinini chiqaryapti. Demak, Oppo hujumga o'tyapti yana. Guruh ko'rinmayapti. Guruh armiyalar yig'ish bilan ovora ekan hali. Bu yerda Alfa Media qo'shin chiqaryapti. Alfa Media kelib donator bazasiga joylashdi. Ryzen janoblari ikkita towers qurib qo'yibdi. Himoya uchun. Donator Oppo'ni chekinishga majbur qildi. Donator armiyasi juda kuchli. O'yinlari 2 geroylarini chiqarib olgan. Bu yerda Ryzen Necroman'ni qo'shiniga olib kelib qo'ygan. Demak, Oppo bazasiga qarab chekindi. Alfa Media'ning qo'shini hozircha tormor bo'lgan. Bu yerdan Gaga asta hujumga o'tyapti. Donator bazasiga qarab. Admin resurslarini urib kelyapti bir chekadan. Admin qo'shin yig'yapti hozir bu yerda. Demak, Guruh komandasi Ryzen'ning komandasini qamab qo'ydi burchakka. Bir joyga taqab qo'ydi. Har tomondan hujumga o'tyapti. Lekin taslim bo'lish niyati yo'q donatorlarni, Ryzen'larni. Guruh hali jangga kirmayapti anchadan beri. Geroylari Torinni 5 qildi. Svayn 7. Kili 3. Askarlarni hammasini qamayapti. Konga qamab qo'yishyapti. Mana. Askarlarni hammasini konga qamab yotishibdi. Tak, guruh. Guruh pakajim. Yo'da Oppo qo'shinini olib kelib Ryzen'ning bazasiga hujumga o'tyapti. Alfa Media qani? Alfa Media sila bilan hujum qilyapti. 15 talik sila o'rgimchaklar. Demak, Pico'ning resurslariga hujumga o'tdi Oppo. Donator yordamida. Ryzen qarshi hujumga o'tmoqchi bo'lib turibdi. Ryzen qarshi hujumga qarab o'tib ketadimi deyman menimcha. Bu yoqdan Guruh hujumga o'tyapti. Har tomondan hujum qilishyapti. O'yin juda ham qattiq kechyapti lekin. Tak, Pico Towers'ni donator bazasiga olib kelib qurdi. Bu yoqda 2, 3, 4, 5 ta Towers qurishdi. Guruh hujumga o'tyapti. Gaga nimaga to'xtadi? Gaga ham hujumga o'tdi mana. Gaga bilan Guruh chap tomondan hujumga o'tdi. Tak. Bu yerda Oppo bilan Ryzen jang qilyapti. Donator Guruhga qarshi yetib keldi. Gaga adminni Towers'ga qarab hujumga o'tadi menimcha. Resurslarni urib kelyapti hozir. Adminda armiya yo'q.
Adminda umuman armiya yo'q. Tak, guruhda Donator to'xtatdi. Guruhda Donator to'xtatib qoldi. Bu yoqda Alfa Media grunt chiqardi. Gruntda hujum qilishadi. Endi bir chekkadan tekis. Endi qarshi hujumni qaytarisha olmasa kerak. Alfa Media juda kuchli qo'shin qilib yig'ib olibdi. Bu yoqda Oppo Donatorga qarshi jang qilyapti ekan. Demak, Nazgullar Oppoga qarshi hujum qilyapti hozir. Oppo chekinyapti orqaga. Bu yerda Gagaga qarshi Donator. Gaga hujumda. Pico yordamga kelyapti Donatorga. Nazgullar bilan birga. Nazgullar orqaga qaytdi. Bu yerdan Oppo asta hujumga o'tyapti o'ng tomondan. O'ng tomondan Oppo hujumga o'tyapti. Alfa Media grunt bilan hujumga o'tishyapti. Mordor. Mordorni men juda ham yaxshi ko'raman, yaxshi. Aksiya. Demak, Oppo nega orqaga chekindi? Oppo orqaroq chekindi hozir. Ozroq chekinish qildi. Bu yerda Donator qo'shin yig'yapti. Pico Nazgullarda gruntga hujum qildi. Yaxshi. Nazgullarni olib qochish kerak. Bu yoqda Oppo yordamga yetib keldi. Nazgul saqlab qola olmaydi-yo. Nazgul saqlab qola olmadi. Ryzen bu yoqda Oppoga qarshi hujumga o'tyapti. Grunt jonini yarim urib qo'yib qanday urgan bo'lsa. Bu yoqda Oppo bilan Alfa Media hujumga o'tyapti o'ng tomondan. Guruh shu yerda yordamga yetib kelganda, guruh ketish ehtimoli katta edi. Guruh to'xtab qolyapti, guruh. Nima bo'lyapti guruh? Oppo bilan Alfa Media to'g'ri Towersga qarab ketyapti mana. Adminni Towersni uradimi deyman. Yo'q. Grunt to'xtatib qoldi. Grunt juda sekin. Hozir undan ko'ra trollar bilan o'ynagan yaxshiroq. Nazgullar qarshi hujumda. Donator yetib kelyapti yordamga. Menimcha Towers ura olmasa kerak. Taxminim. Chunki Donator katta qo'shin bilan keldi yordamga. Bu yoqdan Ryzen yordamga yetib keldi. Ryzen bo'rlarni tashadi, trollarni yo'q qildi. Alfa Media'ning qo'shinini yanchib tashashdi. Demak, bu yoqda Pico qarshi hujumga o'tib ketgan. Pico qarshi hujumda Morlockni nima qiladi? Yo'q qiladimi? Morlock ketdi. Alfa Media'ning geroylari bilan birga yo'q qildi. Nazgullar yaxshi, zo'r jang qildi. Pico juda aqlli o'ynaydi. Kimni Towers edi endi? Alfa Media dushmanni ba'zi territoriyasiga kelib Towers qurib qo'ydi. Bu hazilmidi bu? Demak, chap tomondan Gaga hujumga o'tdi. Yo'q, Gaga chekindi. Donator juda yaxshi himoya qilaveryapti ba'zilarni. Donator juda yaxshi ushlab turibdi. Qo'shini ham juda kuchli, gnomlarni yig'ib olgan. Geroylari 7, 8. Urginlari 4. Ryzen bilan Pico qo'shinlarini birlashtiryapti. Pico
Nazgullarda resurslarga hujumga o'tyapti. Alfa medianing resurslariga. Mana gruntni Nazgul bilan urushyapti. Voy. Ajoyib taktika. Nazgullar juda tez urar ekan. U oddiy yerdagi nimalar ura olmasdi gruntni. Voy, Pikoning aqliga bali. Bu yoqda Bruh va nihoyat hujumga o'tdi. Bruh Gaga bilan birga chap tomondan hujumga o'tyapti. Unga adminni Bruzda qarshilik qilmoqchi. Oppo. Nimalar bordi Oppo? Oppo 25 talik sila tashadi. Bu aniq Oppo'niki bu. Nomlarni olib qo'shdi. Qanaqa olib qo'shdi nomlarni? Chap tomon menimcha dosh bera olmaydi. Qo'la chuvalsang ham tashashdi. Yana 25 talik sila Oppo tashadi. Ikkita 25 talik sila tashyapti Oppo hozir. Boshqachasiga kuchi yetmasdi Donatorga. Donator armiyasi juda ham kuchli edi. Boshqachasiga kuchi yetmasdi. Hozir ham kuchi yetmasa kerak kuchli ham. Tak, bu tarafda nima bo'lyapti? Tak, Oppo hujumga o'tyapti. Oppo Ryzenga hujumga o'tyapti o'ng tomondan. Alfa Media jim. Alfa Media qo'shin yig'ish bilan ovora. Guruh bilan Gaga hujumda. Donatorni bir o'zi qarshilik qilyapti unga. Donatorni bir o'zi qarshilik qilyapti, bas qilyapti. Qo'shini kuchli Donatorni. Demak, bu yerga Ryzen 25 talik sila bilan yordamga kelgan ekan. Ryzen 25 talik sila tashlab bergan. Qoyil. Donator to'versini saqlab qoldi. Maydalab tashashdi. Kuchi yetmadi Oppo'ni ham. Oppo hali hujumda askarlari bor, geroylari bor. Bizdan qo'yish ehtimoli bor. Demak, Alfa Media hujumga o'tyapti o'ng tarafdan. Oppo chekinyapti orqaga. Bitta qarshi hujum kerak edi-da. Donator hujumga o'tsa bo'lardi qarshi hujumga. Guruh bazasiga hujumga o'tish kerak edi shu vaziyatda. Agar shunday qilganda guruhni o'yindan chiqarib olsa ham bo'lardi, yetib kelishga menimcha yetib kela olmasdi-yu yordamga. Chekindi. Alfa Media chekindi orqaga. Bu yerda Donator Gagani quvlab ketyapti. Qo'shini bilan oxirigacha borsa ham bo'lardi menimcha. Unga yordamda, admin yordamda ikkita otryadi bor adminni. Gnomlar hammasi Gondorni quvlab ketdi. Donator chekindi. Alfa Media ham chekindi. Chekinmaganda yo'q bo'lib ketardi Alfa Media. Kallasi ishlab qoldi yaxshi. Demak, Piko Ryzen bilan qo'shinni birlashtirib turibdi. Demak, Oppo qo'shin yig'yapti. Gaga hujumga o'tdi. Gaga adminga hujumga o'tdi. Bu yerda Piko bilan Ryzen Alfa Media hujumga qarab o'tyapti. Hujumga qarab ketyapti. Kim yordamga kelar ekan? Ryzen to'xtadi. Pikoni bir o'zi hujumda. Komanchilar bilan hujum qilyapti. Demak, Ryzen bilan Piko Alfa Mediaga qarshi bir-birlariga 25 ta silalarni tashlayotishdi. Bu yoqda kim?
Gaga bilan admin bu yoqda jang qilishyapti. Gaga chekindi orqaga. Tak, endi uni ko'r. Unga qarshi Divine bilan Ныне я покидаю вас. Endi o'ldi. Ikkita geroin urdi yaxshi. Admin Gagani ikkita geroin urib oldi, yaxshi. Demak, donator hujumga o'tyapti, donator. Yo'q, yordamga kelyapti. Opoga qarshi. Opoga qarshi yordamga kelyapti. Bu yerda Piko bilan Ryzen qamalda qolgan. Nazgullar qochib keta olmayapti. Nazgullar juda sekin. Ye? Opo katta trollarni chiqarib ketdi. Monta gigantlarni chiqarib ketdi. Opo chekindi orqaga. Bu yerda admin nima qilyapti admin? Ozgina qo'shini bilan Gagaga hujumga o'tib ketdi. Guruh armiya yig'ib hozir bu yerda. Admin chekindi orqaga. 25 ta hile ishlatdimi deyman. Admin kim bo'lsa ham 25 ta hile ishlatib ko'rmay qoldi. Hile chiqaribdi. Piko resurs qilyapti. Piko puldan juda ham qiynalayotgan bo'lsa kerak. Managers here. Ha. Bu yerda Oppo bilan Alpha Media qo'shin yig'yapti. Menimcha bittalashib hujumga o'tishi kerak. Himoyada kim? Himoyada Piko bilan Ryzen. Donator qo'shinini Roversni oldiga olib kelyapti. Donator geroylarda juda ham zo'r o'ynaydi, yaxshi o'yinchi. Demak, Ryzen hujumga o'tyapti. Ryzen teknik orqaroqqa. Bu yerda Alpha Media Nazgullarni rakka o'tkazib oldi, yaxshi, havodan qiladi menimcha. Alpha Media aylanib o'ng tomondan Pikoni resurslariga hujumga o'tyapti. We are here. Ichking uruyni bir. Ichkingga agar 10-o'ringa ko'tarib olsa, bu bitta armiyani yo'q qilib degani. Demak, Alpha Media o'ng tomondan hujumga o'tdi, unga qarshi Ryzen geroylari bilan Nekro nima qilmoqchi Nekro? Ha, mana. Bir deganda elita qo'shinini yo'q qilib yubordi. Yarim 80% ni yo'q qilib yubordi. 80%. Xuddi shu Flash, xuddi shu sila Ichkingda ham bor, 10-o'rinda. Menimcha bundan kuchliroq bo'lsa kerak. Donator bu yoqda Gagani quvlab yurdi. Yo'q, chekinmadi orqaga, jang qilishyapti. Gaga bilan Donator jang qilyapti. U mana to'g'ridan guruh qo'shinini olib kelyapti. Donator chekindi orqaga. Donator chekindi orqaga. Yo'q, chekinmadi.
Hujumga o'tib ketdi. Piko 15 talik silah bilan yordamga yetib keldi. Menimcha Bruh shu yerda yo'q qilishadi, maydalashadi. 25 talik silah tashladi. Alfa Media silah tashladi 25 talik. Risingga qarshi Alfa Media'ni qo'shini yo'q. Bu yerda faqat Popo Risingga qarshi urushyapti. Bu yerda Donator Bruzi Ruh bilan Gagaga qarshi jang qilyapti. Deyarli yengib qo'ydi. Piko Draglarda yordamga keldi. Chekinyapti hozir Donator orqaga. Admin ham bor ekan. Admin yo'q. Bu guruh askarlari ekan, adashibman. 3 ta frakter nima tushgan? Bera tushgan. Demak, Gaga hujumga o'tdi. Gaga Toversiga hujumga o'tyapti. Donator himoyalanyapti. Bu yerda Piko yordamga yetib keldi. Tak, o'ng tarafdan kim? O'ng tarafdan Popo hujumda. Razlanni qo'shinni yo'q borish. Demak, Piko qarshi hujumda otliqlar bilan Alfa Media qarshi hujumga o'tdi. Endi kontrol qilyapti. Yaxshi, Donator hujumni bartaraf qildi Piko bilan birga. Piko bilan juda ham qiynalayotgan bo'lsa kerak. Admin ayniqsa. Adminni ham hech vaqt qolmagan. Bitta Tovers qolgan, hozir Toversni ham buzyapti aslida. Arava chiqarishga ham pul yo'q. Mana 25 talik silah bilan o'tishdi. Donator yordamga yetib keldi. Donator Opoga qarshi. 25 talik silaga qarshi urushga ham bo'ladi. Silalarni beryapti. Donator qo'shini yengildi. Donator qochish kerak qo'shinini. Saqlab qolish kerak qo'shinni. Bu yoqdan Alfa Media hujumga o'tyapti. O'ng tarafdan. Lekin Popo yengildi. Poponi qo'shini yengildi. Popo yana qo'shin chiqarishni boshladi. Alfa Media Ryzen'ni ikoni resurslarni uryapti. Ryzen Alfa Media'ga qarshi shunga o'tdi. Zombilar mucha tez yuguradi. Piko draglarni olib kelyapti. Nekro 70% askarini yo'q qildi. Ryzen Nekro menda. Deyam qonli olishib ketyapti. Demak, bu yoqda Gondor Gaga qo'shinini yig'ib qo'ygan. Guruh hujumga o'tyapti. Chap tarafdan tinmay hujum qilishyapti Gaga bilan Bruh. Lekin Donator juda ko'p joyda ushlab turibdi. Yani to'g'ri, biroz ushlab turmagani bilan baribir ancha-muncha ishda Donator hal qilyapti. Donator himoyaga qarab ketdi. Bruhga qarshi era bo'lmadi. Bunda tarafdor olmasa kerak, menimcha. Kuchli hujum qilyapti hozir. Toversiga qarshi qilyapti. Filalanishni borish kerak. Tovers bilgandan keyin olmaydi. Tak, bu yerda
Bu yerda Oppo o'ng tarafdan hujum qilyapti. Alfa Media hozircha yo'q. Alfa Media qo'shini tayyor emas. Piko yordamga boryapti Donatorga. Piko Donatorga yordamga boryapti. Donator yana taqlab qoldi. Donatorga qarshi buni 5 talik hilalar ishlatishyapti, lekin foydasi bo'lmayapti. Bu yerda Rising va 5 talik hila bilan yordam kelgan ekan. Gagaga qarshi hujumga o'tib ketishdi. Donator qarshi hujumda Gagani quvlab uryapti. Tak, bu yerda nima bo'lyapti? Alfa Media faqat grup chiqardi bugun. Qayerdan chiqdi endi u? Ha, mana Alfa Media grup chiqardi yana. Demak, Donator chekinyapti orqaga. Guruh katapultalarni uryapti. More orcs from the dungeons. Alfa Media bilan Oppo qo'shin yig'yapti. Mana Piko qarshi hujumga o'tib ketdi. Piko Nazgullarda qarshi hujumga o'tdi. Resurslarni uryapti hozir guruhda. Guruh resurslarini orqaga chekin. Ha, bu yoqda Oppo yordamga keldi. Havoga qarshi naytalar bilan Alfa Media Ryzen'ga hujumga o'tdi. Nazgullarni chekintiryapti orqaga qarab. Bu yerda Donator armiyasini Sovetni oldiga olib kelib qo'ydi, himoyaga olib kelib qo'ydi ya'ni. Tak, bu yoqda Ryzen bilan Alfa Media jangi ketyapti. Ryzen Alfa Media'ni qo'shinlarini shunchaki qiryapti. Bitta Necro bilan. Yana Mordorda Witch Kingni chiqarib, Witch King urvinini 10 qilib olish kerak edi. Necrodan kuchli edi Witch King. Ham tez, ham kuchli. Silasi ham urvini 10 bo'lgandan keyin ancha kuchli. Mana Piko Nazgullar bilan o'tdi. Mana yana Alfa Media'ning qo'shini yo'q. Bu yerda Donator bir ushab turib chekadi. Tak, guruh katapultalar bilan yordam keladi. Piko kelish kerak edi bu yoqqa yordamga. Katapultalarni Piko osongina urib tashardi. Lekin bu yoqda qarshi hujumga o'tib ketishdi. Ryzen bilan Piko qarshi hujumda o'tib ketishdi. Tak. To'g'ridan Oppo hujumga o'tdi. Donatorga qarshi, Donatorda qo'shin Oppoga qarshi himoyalanyapti hozir. Piko 25 talik sila, 15 talik sila bilan yordamga keldi. Yana kim sila tashlaydi? Ryzen sila tashladi bu yoqqa. Oppo'ni silasi menimcha. Oppo 25 talik sila tashladi bu yoqqa. Guruh katapultalarda hujumga o'tdi. Ryzen Alfa Media'ni bazasini tekisyapti bu yoqda. Nazgullar yordamga borish kerak edi. Katapultalarga qarshi. Gaga hujumga o'tdi chap tarafdan. Guruh Pikoni to'g'risiga hujumga o'tdi, to'g'ri. Ya. Qarshi hujumda Ryzen bilan Piko qarshi hujumda. Bu yerda Bruh bazani tekislab tashladi menimcha. Gaga jang ham qilmayapti. Gaga shunchaki tomosha qilyapti. Donatorni o'yindan chiqarib yuborish, Donator tekislash g'oyat
Menimcha endi tugadi hammasi. Endi tugadi. Guruh kutib bitta kuchli qo'shin olib keldi. Voy lekin Donator ancha qarshi hujum bitirib berdi-yu lekin. Da, bu yerda Alfa Mediani Ryzen bilan Pico tekisladi. Pico'ni nazgurlar menimcha yo'q ketdi. Ryzen hujum samarasini bu yerda Oppo himoyaga yetib keldi. Necron'ni sekin qayerda orqaga Alfa Media Grunt kelgan. Tugadi. Hozir Ryzen'ni towersini uryapti, ikkinchi towersini uryapti menimcha. Mana qonli jang. Qonli jang bo'ldi. Demak, bitta Ryzen qoldi. Ryzen faqat Necron'ni chekintirdi orqaga. Necron'ning joni ekan. Hech qila olmaydi. Bu yerda bitta geroyni orqaga qaytardi. Foydasi yo'q. O'yin tugadi joyida. Demak, ustasi hali tirik. Bu yoqdan Clover quryapti Ryzen. Ryzen'ni bu o'zi 4 taga qarshi jang qiladimi deyman. Oppo yordamga keldi. Oppo hujumga o'tdi Ryzen'ga qarshi. Ryzen geroyi qolib ketyapti bir turda. Yo'lda vayskasi bor ekan. Oppo Ryzen'ga hujumga o'tdi. Guruh ham hujumga keldi. Alfa Media, bu yoqdan Gaga, 4 taga bitta. Vayskasi ham yo'q Ryzen'da, bitta Necro. Tugadi. Ryzen o'layotganda ham kimlardir o'ldirib ketadimi? O'ntalik siklasi to'lmayapti Ryzen. Bu qo'shin yo'q bo'ladi. Davay, to'lmadi-da. Yaxshi, ketdi lekin. Mardonavor jang. Yana 5 talik siklat tashladi. Ana